o'zgarmasang, olam o'zgarmas. O'zing o'zgarmasang, olam o'zgarmas. Nimanidir hayotda o'zgartirmoqchi bo'lsangiz, hozir sizga 5 daqiqagina vaqtingizni olib, hayotingizni o'zgartirishga yordam beradigan 3 ta usulni aytib o'taman. Darhaqiqat bilasizmi, hayotda bor yo'g'i 5 daqiqa ajratib, hayotimizga o'zgartirish olib kirishimiz mumkin ekan. Masalan, kun davomida 5 daqiqa vaqtingizni sarflab, biron bir kitobni 5-10 betini o'qishingiz yoki bo'lmasam 5 daqiqa vaqtingizni sarflab har kuni jismoniy tarbiya bilan shug'ullanishingiz va yana bir juda katta natijaga erishtiradigan 5 daqiqa vaqtingizni oladigan kuningizni rejalashtirishdan boshlashingiz ham ishoning o'sha kunni boshqa kunlarga nisbatan natijaviyligini juda yuqoriga olib chiqishiga yordam beradi. Demak, bor yo'g'i 5 daqiqa hayotingizda o'zgarishni olib kirib, hayotingizni butunlay o'zgartirish imkoniyatiga egasiz. O'zing o'zgarmasang, olam o'zgarmas. Agar shunga o'xshash axborotlar sizga qiziq bo'ladigan bo'lsa, albatta menga obuna bo'ling va like bosishni unutmang.